Xo'p, refraktorlik. Refraktorlik bu aynan nima degani? Bu stimulga nisbatan qo'zg'aluvchan to'qimani aynan javob bermaslik. Ya'ni u elektr stimul bo'ladimi yokida kimyoviy, mexanik stimul bo'ladimi, hujayrani membranasi javob bermaydi harakat potensiali bilan. Refraktorlikni ikkita turi farqlanadi. Mutlaq refraktorlik hamda nisbiy refraktorlik fazalari. Mutlaq refraktorlik davrida bunda natriyni aynan kanallari, voltaj darvozali kanallari to'liq inaktivatsiya qilingani, ya'ni yopilganligi, kaliyni bo'lsa hujayraning ichiga kiritib bo'lingani, ya'ni hujayra o'zini tiklab bo'lganidan keyin ma'lum vaqt davomida hech qanday stimulga javoban harakat potensialini yuzaga keltirmaydi. Ya'ni qancha kuchli stimul berilsa ham, ya'ni bo'sag'a usti kuchi bilan stimul berilsa ham, bunda hujayra aynan ta'sirga nisbatan javob ko'rsatmaydi. Sababi aynan bunda faoliyatini tugatib bo'lgan, ya'ni harakat potensialining birini natriyni inaktivatsiya qilib bo'lgan, kaliyni bo'lsa kirishni to'xtatgan, ya'ni o'zini repolarizatsiya qilib bo'lgan, ya'ni polyarligini tiklab bo'lgan. Xo'p, muskul to'qimasida bu 5-10 millisekund davomida davom etadi. Yurakda bo'lsa bu nisbatan uzunroq 270 millisekundgacha davom etadigan jarayon hisoblanadi. Xo'p, nisbiy refraktorlik davrida bo'lsa, bo'sag'a usti kuchi bilan, ya'ni qo'zg'aluvchan to'qimani aynan harakat potensialini yuzaga keltira oladigan stimuldan sal yuqoriroq millivoltlar bilan ta'sir etilsa, bunda qo'zg'alish sodir bo'ladi nisbiy refraktorlik davrida. Ya'ni bunda natriyni endi darvozali kanallar, voltaj darvozali kanallar qaytadan aktivatsion zonaga tiklanayotgan bo'ladi. Ya'ni harakat potensiali yuzaga kelayotganda nisbiy refraktorlik davrida kuchliroq stimul berish orqali qaytadan tiklash mumkin. Mutlaq refraktorlik davrida bo'lsa, umuman qaytadan buni aktivatsiya qancha kuchli stimulga ham javob bermaydi bunda qo'zg'aluvchan to'qima. Ahamiyati nimadan iborat? Eng avvalo, impulslar qo'shilib ketishini oldini oladi. Yoki muskul hamda misol uchun yurak to'qimasini charchashini oldini oladi. Xo'p, impulslarni bir-biriga qo'shilib ketmaydi shunday qilib. Ahamiyati shunda, ya'ni hujayra unda dam olib bo'ladi hamda keraksiz harakatlar, ortiqcha harakat hosil bo'lmaydi aynan. Muhim, shuning uchun refraktorlik.